Bizni farzandimiz tushunmaydi deymiz. Bizni tushunishi uchun biz qanchalik farzandimizga yaqinmiz. Bola xudosh kompyuterga o'xshaydi. Qanaqa dastur isrof qilsa, xuddi shu narsa ishlaydi. Ota-onani ana bu maskasiz variantida nima maqsadda Alloh taolodan farzand so'rab olganman. Nima uchun? Osonlashtirmayaptimi? Demak, bu to'g'ri yo'l emas. Demak, buni to'xtatish vaqti keldi. Buni qanday to'xtatadi? Biz agar farzandimizni tarbiyalash uchun vaqt topmas ekanmiz, boshqalar vaqt topadi. Biz o'zimiz farzandimizni kitob o'qishini xohlaymiz. Biz o'zimiz farzandimizdan bir dildan suhbat qurishni xohlaymiz. Biz farzandimiz bizni tushunishini, bizni qo'llashini xohlaymiz. Lekin biz o'zimiz ota-ona bo'lib qanchalik farzandimizni qo'llayapmiz? Qanchalik biz o'zimiz ko'p kitob o'qiyapmiz? Qanchalik biz o'zimiz dildan farzandimiz bilan suhbatlashyapmiz? Qanchalik biz vaqtimizni farzandimizga ajratyapmiz? Biz hozir bandmiz. Achchiq bo'lar, alamli haqiqat bo'lar, lekin biz hozir bandmiz. To'g'ri harakat qilaman 100% tushunishga, chunki hozirgi davr talabi kredit degan masala bor, qarzlar bor, uy olish kerak, mashina olish kerak, yashash kerak, oilani tebratish kerak, ro'zg'or qilish degan masalalar bilan ovora bo'lib, biz farzandimizga o'zimiz vaqt kam ajratyapmiz. Ertaga ana shu narsani bizga qaytib kelishini bilganimizda va o'shanda biz hech narsa qilishga qodir bo'lolmaydigan darajada ojiz holda qolishimizga bir ko'zimiz yetganda edi, uzoqni ko'ra olganimizda edi. Hozir ozgina bo'lsa farzandimizga vaqt ajratishga harakat qilishimiz kerak. Vaqt ajratish degani bu o'tirib olib, bor darsingni qil, mana vaqt ajratib, bor darsingni qil. Yoki bor kitob o'qi deb aytish. Mana senga necha martani buni aytdim, sen qilmaysan, senga faqat gapiraman deyish bu vaqt ajratish emas. Mana shu narsani ham tonki nozik bir granitsasini, o'zini bir chegarasini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bizni farzandimiz tushunmaydi deymiz. Bizni tushunishi uchun biz qanchalik farzandimizga yaqinmiz? Biz ishxonamizdagi ishchilar bilan yaqinmiz. Biz har kun ma'raka o'tkazadigan qarindoshlarimiz bilan yaqinmiz. Har birini ichida uyida nima bo'layotgan muammosini bilamiz, lekin farzandimiz ichida qanaqa muammo bo'layotganini xayolimizga ham keltira olmaydigan darajada biz farzandimiz uzoqda, lekin tashqi olamga shunchalik yaqinmiz. Kinolarga yaqinmiz, ko'rayotgan seriallarimizga yaqinmiz, qo'shnilarimiz bilan yaqinmiz, suhbatlashishga vaqt topamiz. Va suhbatlashishga, qo'shnilar bilan ma'rakalarga vaqt topilmaydigan darajada ishga vaqtimizni sarflagan insonlarimiz. Chunki hozir ishlamasak ham bo'lmaydi deymiz. Ertalab ham ota ham ona ishga ketadi. Kechqurun keladi. Bola hayotini eng asosiy qurilishi kerak bo'lgan paytda nima bilan band? Kimlar bilan? Biz bilmaymiz. Bilamiz deb o'ylaymiz. Xavotir olamiz, ko'p siqilamiz. Chunki bu haqida ko'p o'ylaymiz. Qanday qilay, nima qilay, har birimiz xatomizni bilamiz. Lekin biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Biz agar farzandimizni tarbiyalash uchun vaqt topmas ekanmiz, boshqalar vaqt topadi. Lekin biz dunyoga farzandimizni boshqalar uchun keltirmaganmiz. Boshqalarning orzusi amalga oshishi uchun dunyoga keltirmaganmiz. Biz farzandimizni Alloh taolodan kimlargadir o'xshab, nimadirlarni ortidan yurishi uchun dunyoga keltirmaganmiz. Men doim aytaman, ota-onalar farzandini blogerlar uchun dunyoga keltirmagan. Reklamalar uchun dunyoga keltirmagan. Qo'shiqchilar uchun, aktyorlar uchun, internet uchun, multik uchun dunyoga keltirmagan. Lekin buni olib qaraylik, farzandlarimiz hozir nima bilan band? Qancha telefon o'ynama desangiz, baba shuncha telefon o'ynaydi. Nimaga? Chunki o'zimiz ham shuna keldikki, bir e'tibor bering. Dasturxonda o'tirgan payt hammani oldida telefoni bor. Oddiy elementarni. Biz hatto telefondan voz kecha olmaydigan darajada telefonga qaramiz. Hatto telefonimiz bizni farzandimizdan ko'ra ustunroq alam qiladi buni eshitgan taqdirda. Nima deyapsiz deyishingiz mumkin. To'g'ri. Siz ham shu o'zi.
Biz charchab kelamiz, telefon o'ynaymiz yoki men ishimni qilyapmiz deymiz. Bola siz ishingizni qilyapsizmi, telefon o'ynayapsizmi yoki nimadir ko'ryapsizmi? Fakt shu. Bola ko'radi. Siz telefonda ko'proq vaqt o'tkazasiz bola bilan birgalikda ko'ra. Ana bu ham eng katta hozirgi asr vabosi hisoblanadi. Keyingi muammoga keladigan bo'lsak, nima uchun o'zim ham bu suhbatlarni yozib olishga jazm qildim? Chunki ko'p ota-onalar bilan gaplashgan paytimiz 1 soat vaqtim faqat bitta ota-ona bilan suhbatlashga ketadi. Agar o'sha 1 soat vaqtimda bitta ota-onaga mana shuncha narsani gapirsam agar, tasavvur qiling, u 50 ta o'quvchimizni ota-onasiga gapirsak, u qancha bo'lib ketadi? Bitta ota-onaga 1 soat o'sha vaqtni sarflash mumkin. O'sha 1 soat vaqtda haqiqatan foydali, manfaatli bo'lgan narsalarni necha million inson bilan bo'lishish mumkin. Qancha insonga, eshitadigan insonga buni foydasi tegishi mumkin. Chunki hozirgi davrda biz bir narsani bilishimiz kerakki, muammo faqatgina farzand tarbiyasida emasda, balki farzandimiz ilm olishidan bo'lib qolyapti. Farzandlarimizni ilm saviyasi juda tushib ketyapti. Judayam. Tarbiyasi bir tomon bo'lib qolgani, tarbiyasidagi barchani shu nuqsonlarni aytib o'tilganlarim, telefon, televizor, internet, blogerlar va biz o'zimiz vaqt ajrata olmayotgan bir paytda boshqalar ularga vaqt ajratib, ular uchun xizmat qiladigan farzandlarni tarbiyalayotgan bir davrda tarbiya masalasi bo'lsa agar, ikkinchi bir masala farzandimiz ilm olishi. Ilmli, salohiyatli bo'lishi. Biz charchab kelamiz ishdan va kutishimiz holimiz qolmaydi. Chunki kun bo'yi asabida, trevogada, kurashda o'tadida, uyga kelib halovatda dam oladigan paytimiz, uyda o'sha kurashdan tashqari 10 barobar ortiq bir o'zimizdan chiqqan ichki kurash turibdi-da. O'sha nerv какой, yo biz pang'ilab portlaymiz, baqirib tashlaymiz, yo nimadir sabablarni topamiz. Ovqat qilamiz, ovqat deymiz, nimaga buni qilmading, nimaga buni qilmading. Endi har kimning o'zini shaxsiy hayoti o'zi biladi, qanaqa ahvolda o'tayotgani, qanaqa qozonda qovurilayotgani, qanaqa qozonda qaynayotgani, o'zi o'tgani o'zi biladi har biri. Har bitta bola bo'lsa, 10 ta bola bo'lsa, 10 ta muammosi bor deyiladi. Kichkina bolalar kichkina muammo, katta bolalar katta muammo. Hammasi shunday sizni kutib o'tirgan bo'ladi. Uyda xotirjam bo'lan birda deb kelgan paytingiz. Bunga qanday yechim bo'lishi mumkin? Hamma kutib o'tiribdi, qani nima der ekanlar deb. Buni yechimi o'zingizni qo'lingizda. Men aytayotgan gapda emas. O'zingizni qo'lingizda. O'zingizni qo'lingizda, qanday o'zingizni qo'lingizda hisoblanadi bu? Siz o'zga savol berasiz. Nima ustun? Men hozir baqirib, asabiylashib, darsingni nimaga qilmading, darsingni qilmay charchab kelgan ko'paman sanlar uchun shuncha ishlab kelaman, dadang shuncha charchaydi, shuncha yuribdi, men shuncha ishlayapman, sen nima qilyapsan, sen uchun hammasi deb aytasizmi? Qaysiki bolani butun umrga qotirib qo'yay degan va hech narsa o'tmaydigan qilib tarbiyalash uchun va uni ezish uchun yoki men hozir ana shu narsalarni aytganim bilan nima o'zgaradi? Asabiylashganim bilan, portlaganim bilan, dunyoni ostin-ustin qilganim bilan, o'zim dardim dasturxon qilganim bilan nima o'zgaradi? Nimani o'zgartira olaman? Biror narsa agar shu paytgacha o'zgarganda edi, siz uyda kelib har kun shuncha qilayotgan janjallarsiz, har kun shuncha hayotdan nolayotgan, shuncha charchayotganligingiz, shuncha narsaga ulgura olmayotganligingizni farzandingizga aytib, hammaga aytib, qiynalib, kechalar bilan asab bo'lib, uxlolmay chiqib, kunduz ishga borib, asab bo'lib, hamma joyda o'tgan shunaqangi yugurib yurganingizni bironta ana shunaqangi baqirib, asabiylashganlaringiz kamaytirdimi? Osonlashtirdimi? Osonlashtirmayaptimi? Demak, bu to'g'ri yo'l emas. Demak, buni to'xtatish vaqti keldi degani. Buni qanday to'xtatadi inson? Har qanaqa holatda birinchi o'ziga savol bering. Nima maqsadda men Alloh taolodan farzand so'rab olganman? Nima uchun?
Va men o'zim nima uchun ishlayapman? Men o'zim nima uchun yashayapman? Farzandimga men sen uchun yashayapman, sen uchun ishlayapman deyish uchunmi? Faqat aytish uchunmi? Yoki birgalikda yashash uchun, birgalikda baxtli oila qurish uchunmi? Bolangiz siz ko'rsatayotgan modeldan boshqa narsani ko'rmaydi. Siz qurgan oilani u ana shunaqa oila, baxtli oila. Oila o'zi ana shunaqangi yo g'urbatxona, yo urush bo'ladigan joy, yoki har kun ana shunaqa noliydigan joy deb tushunadi. Bolaga biz ana shunaqa oila qurish programmasi o'rgatyapmiz. Chunki bola xudodan shu kompyuterga o'xshaydi. Qanaqa dastur istrof qilsa, xuddi shu narsa ishlaydi. Tarbiyasida ham, ta'limida ham, katta bo'lgan hayotida ham biz qo'yib berayotgan ustanovka, biz qilayotgan dasturlash bo'yicha yashaydi. Va bilingki, hozir har bitta aytayotgan narsangiz, har bitta nolish, har bitta qiynalishingiz, har bitta bo'layotgan holat, har bitta portlashlar, har bitta urush deydigan kichkina janjallar, o'zini ichki janjallaringiz, o'zini ichki kurashlaringiz bolangizga programma bo'lib o'tyapti. Va xuddi shunday bola ana shunaqangi programmani olgandan keyin shu programma asosida yashab ketadi. Va u ham hayotini xuddi shu narsa bilan o'tkazadi. O'zi asli inson shu uchun yashaydimi? Shu uchun Alloh taolodan odam farzand so'raydimi? Farzandlarimiz ham hozir anchagina rivojlangan. Shunaqa qarab aytadi, ko'p eshitganman. Siz o'zi dunyoga keltirgansiz bizani deydi. Как будто вы должны. Qilsangiz qilibsiz deydigan farzandlar ham hozir bor, eng qizig'i. Va yoshligidan shunaqa. Bu nimani hisobida? Bizni o'zimizni dasturlarimizni noto'g'riligini hisobida. Biz o'zimizni dasturimizdagi qayerdagi nimasi xato ketyapti, aniqlab olib tuzatishimiz kerakligini ustida ishlashimiz kerak bo'ladigan ayni payt. Hozir ishlamasangiz ertaga kech bo'ladi. Kech bo'lishi mumkin emas, u kech bo'ladi. O'sha anchagina kech ham bo'lib bo'lgandir. Agar o'sha farzandingiz anchagina yosh katta bo'lib qolgan bo'lsa agar, hali ancha yosh bo'lsa agar, hali anchagina vaqtingiz bor. Programmalaringiz, dasturlaringizni ustida ishlash uchun. Biz aytamiz, farzandim yolg'onchi, nimaga yolg'on gapiradi? Odamlarga ayta olmaymiz. Biz ichimizda o'tgan o'zimiz bilamiz. Nima qayerdadir bir o'zimiz ham yolg'on ishlatyapmiz. Biz aytamiz, farzandim takoy. G'alati deysiz, yolg'onchiligiga qo'ying, bir boshqacha hislatlari bor-da. Hayron qolasiz, qayerdan bunaqa? Biz o'zi asli o'zimizni ichimizda, hatto o'zimiz sezmaydigan qanaqadir qiladigan ishlarimiz bor, o'ylarimiz bor. O'shalarni aksi o'sha farzandimizga ko'rsatadi. O'sha uchun men bolalarni ko'rgan paytda shu qaraganda aytadi, farzandga qarab ota-onasi kim ekanligini yuzga yuz bilsa bo'ladi. Chunki farzandlar ota-onani ana bu maskasiz variantida, maskasi yo'q variantini ko'rsatib beradi. Va uni 10 karra oshirilganini ham. Biz chunki o'sha ulg'ayganimiz sari o'samiz, bitta niqob, keyingi niqob taqib, o'sha yashashga odatlanib qoldik. Lekin farzandimizchi? Niqobsiz shunchaki borimiz ko'rsatdi. Keyin ular ulg'ayib dasturlarimiz, biz o'rgatayotgan dasturlarimiz orqali niqob taqishni o'rganib, keyin o'sha niqobi bilan yashab ketadigan bo'ladi, xuddi o'zimizga o'xshagan. Va biz nima qilamiz? Biz butun hayotimizni yutqazamiz ana shu niqoblar bilan.